Ha, ikinci sual qaysi tekrarlan. Kimning zimmasiga Ha, buna aytım muhim. Endi İslam kanunshunoslik nazariyasi, yani usul fiqhida, yani kanunshunoslik prinsipleri desek bo'lishi mumkin. Mening bilishimcha shu da'vat, yani haqni yetkazish farz kifoya deb qaraladi. Farz kifoya deganimiz shu millatning ichidagi bir turkum shunga loyiq kishilar ado qilsa, boshqa kishilar ado qilmasa-mu ular gunohkor hisoblanmaydigan farzning bir turi. O kitaplarda şundaydı. Bunu da qarğan vaqtda biz mesela bizim ulamalarımız yoki dinni yaxshiroq tushungan kishilarning oldida bu beshiga nisbatan eng avval shularning kallasidagi bir farzand. Ama biz nazardan saqit qilgan bir narsa var bu kitapta. Ba'zi kitaplarda deyiladi, ba'zi kitaplarda deyilmaydi. Farz kifoyaning farz ayinga aylanib ketadigan bir yerlari bor. Bu qanday vaqtda bir farz kifoya farz ayinga aylanib ketadi. Aşı farz kifayeni ado qilguvchi kishilarning soni millatning ichida yetarli bo'lmasa. Bir. İkincisi bu farz kifaya o kişiler yeterlik deb qaralgan taqdirdimi nazariya jihatdan, ama amaliy xizmatda ehtiyojni qondirgudek darajada bo'lmasa. Tushunishlik bu gap. Ehtiyojni qondirgudek darajada bo'lgan vaqtda bu farz kifaya avtomatik holda butkul millatning ustiga farz ayinga aylanib ketadi. Ama mening bu nuqtada demoqchi bo'lganim, mening qarashimcha, balkim xato bo'lishi mumkin. Hozirgi Uyg'urlarning yashayotgan sharoiti. Birisi, mayli vatanning ichida yoki sirtida haqni yetkazuvchilar kishilarning soni, faoliyati, ehtiyoj nuqtasidan biz qat'iy qanday alaydi deyishdimi xijil bo'lamiz endi. Shundaqmi? Masalan, vatanda zaten dinning gapini qilg'ilin bo'lmayapti. Ama chet elning o'zidimi masalan Uyg'urlar duch kelgan dinsizlashish, dindan yiroqlashish, axloqsizlashish deganga o'xshash masalaning ig'irligi nuqtasini qarab vaqtimizda xo'sh. Bizni qilayotgan xizmatlarimiz yetarlikmi emasmi degan savolni so'raymiz menimcha. Menimcha mushu nuqtadan mesela haqni azlab bilgan, tushungan hamma kishining oldida bu haqni yetkazish o'zining yadindagi farz ayin deb qarayman. Agar yetarlik bo'lgan bo'lsa mayli, ammo mening qarashimcha yetarlik emas. Yeterlik emas bu xizmat. Şuna o'zi haq yo'lda bo'lgan biri yenidikisini haqqi chaqirishi. Bir xato qilsa, "Meni xato qilding" deyishi. Bunu bir kültür, bir medeniyet süptide Uygurlar o'zining hayotining bir muhim odatiga aylantirishini aytdim muhim. Xo'sh. Buna qarashimcha. Alloh razı bo'lsin. Ko'pdan ko'p rahmat.